Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Tuzumisiz, suvlaringiz yaxshimi? Hozir men Bek aka va Qobil aka bilan men Hindistondaman, downloadlarni keldim. Bu reklama emas. Biz shaxsan o'zim bu Hindistonga ikkinchi marta kelishim va ikkinchi marta ham alhamdulillah Alloh bergan dardga chetga kelib shifo topdik. Bir oydan beri Hindistondamiz. Bashim aka bilan 2-3 yildan beri tanishmiz. Kelganda o'sha aeroportdan kutib olishdan boshlab gostinitsaga joylash, eng mashhur va eng zo'r vrachlarni topib, bizga hamma tomonlama yordam berib va Xudo xolasa ertaga ona yurtimizga, Toshkentga qaytamiz va Bashim akaga kattakon rahmat. Nasim akaga katta rahmat aytamiz. Hamma qulayliklarni yaratib, biz uchun, yer yurganlar uchun Alloh ulardan rozi bo'lsin. Rahmat.